kunlar ham sovib qoldi. Qishning izg'irinli kunlari yaqin. Demak, ORV va turli xil virusli kasalliklarning tarqalish davri. Xo'sh, nima qilmoq kerak? Immunitetni ko'tarish kerak. Immunitet nima o'zi? Immunitet deganda qaysi vitaminlar ko'z oldingizga keladi? Immunitet deganda quyidagi 3 ta vitamin va mineralni ko'z oldingizga keltirishingizni xohlar edim. Birinchisi bu vitamin D. Vitamin D ni biz faqatgina quyosh nurlari orqali qabul qilamiz va bu biz iste'mol qilayotgan oziq-ovqatda umuman yo'q. Demak, biz uni tashqaridan qabul qilishga majburmiz. Vitamin D nafaqat siz bilgan raxit va suyak kasalliklarda, balki sizning mustahkam immunitetingizda o'zining mustahkam o'rniga ega. Ikkinchi vitamin bu vitamin C, ya'ni askorbin kislotasi. Ushbu vitaminning o'rni ayniqsa virusli kasalliklar paytida nihoyatda beqiyos. Uchinchisi esa sink elementi. Sink minerali ham bizning immunitetimizni mustahkam posbonlaridan hisoblanadi. Immunitetni ko'tarish uchun deb sotib olayotgan preparatlaringiz tarkibida aynan shu 3 ta mineral vitaminlarni borligiga ahamiyat bering. Farzandlaringiz organizmini vitaminlar bilan to'yintiring va ularning immunitetini ko'taring. Ularga antibiotik berishga zinhor shoshilmang.